Qozog'istonda Xitoyga qarshi namoyish o'tkazildi. Qozog'istonning Olmaota shahrida davlat raisi saroyi oldiga yig'ilgan namoyishchilar Xitoyning kengaymichiligi va ekspluatatsiyasiga qarshi namoyish o'tkazdi. Xitoyga beqinib qolgan hukumatni istiqo berishga chaqirgan namoyishchilar vatan xalqining bexatarligi mas'ul bo'lmasanglar, sizlar kimning odamlari deb to'g'ladi. Erkin Osiyo radiosining xabar qilishicha, Qashqar shahri Yengishar rayonida 60 yoshli masjid imomi Abdulhamid Imin 2017-yili turmaga qamalgan. Uning tutilish sababi qonunsiz diniy faoliyat bilan shug'ullanish va cheklangan so'zlarni qilish deb ko'rsatilgan. Uning bir qizi va bir o'g'limi birlikda lagerlarga qamalgan bo'lib, ular dadisi haqidagi aybnomaga qo'l qo'ygan hamda xalqning oldida dadisining jinoyatlarini fosh qilib shikoyat qilishga majburlangan. Misrda 25-yanvar inqilobning simvollik qismlaridan biri bo'lgan o'qituvchi faoliyatchi va belov yolg'uvchisi Al Abdul Fattahning qo'lga ilinganligi bildirildi. Uning advokati Xolid Ali ijtimoiy aloqa torida bayonot e'lon qilib, Abdul Fattahning Misr bexatarlik idorasining xodimlari tomonidan tutib ketilganligini va noma'lum bir joyga ilib ketilganligini bildirdi. Misrdagi 25-yanvar inqilobidagi simvollik shaxs va belug yozuvchisi Abdul Fattah 5 yillik qamoq jazosini o'tagandan keyin bu yil martda qo'yib berilgan edi. Yamandagi Husayla Saudiya Arabiston 350 kvadrat kilometr zaminni qo'lga tushirganligini e'lon qildi. Eron qo'llayotgan Husaylaga qarashli televiziya kanali bo'lgan Al Masiraning xabar qilishicha, Husaylaning harbiy bayonotchisi Yahya Sari Allohdan kelgan zafar nomli harakat orqali Saudiya Arabistonda harbiy bazalarni o'z ichiga olgan 350 kvadrat kilometr zaminni qo'lga tushirganligini aytdi. Shuning bilan birga Husayla Saudiya Arabistonning g'arbiy janubidagi Najran rayonida elib berilgan bir harakatda Saudiya Arabiston harbiy amaldorlarini o'z ichiga olgan, minglagan askarni asirga olganligini, yuzlagan harbiy avtomobilni qo'lga tushirganligini bildirdi. Sifaki X şirketining yuqori darajalik boshqaruvchisi Elon Musk Marsga, Oyga va boshqa planetlarga odam to'shishni maqsad qilgan Starship nomli raketani to'nishtirish faoliyati o'tkazdi. Teksasdagi bazada bu yangi raketani to'nishtirgan Musk bu olam kemasining MK1 tipining oldimizdagi 1-2 oy ichida sinov qilib qo'yib berilganligini aytdi. Musk bu olam kemasining 20 kilometr egizlikka chiqqandan keyin tik shaklda yer shariga qaytib tushadiganligini, 6 oy ichida orbitaga kirgizishni va odam to'shishni sinov qilishni planlayotganligini bildirdi. Rossiyada 10 minglagan kishi namoyishlarda qo'lga ilingan va tutib turilayotgan kishilarning qo'yib berilishi uchun faoliyat o'tkazdi. Poytaxt Moskvada o'tkazilgan namoyishga taxminan 20 ming kishining qatnashganligi bildirildi. Ommaviy tashkilotlar bo'lsa 25 ming kishi deb e'lon qildi. Moskvada yaqinqi bir necha hafta oxirida o'tkazilgan namoyishlarda yuzlagan kishi tutib ketilgan bo'lib, ba'zilari qo'lga ilingan.